Zamonaviy Bollivudning eng kuchli, texnik jihatdan mukammal va haqiqiy ekshn yulduzi Vidyut Janvaldir. Uni ko'pincha Hindistonning Bryus Lisi yoki Jeki Chani deb atashadi. Vidyut nafaqat aktyor, balki dunyodagi eng kuchli jang san'ati ustalaridan biri sifatida ham e'tirof etilgan. Bollivudda kaskadyorlar va maxsus effektlar yordamida jang sahnalarini yaratish odatiy hol. Ammo Vidyut Janval ekranga chiqqanda tomoshabin haqiqiy kuchni his qiladi. Uning filmlardagi tryuklarning 99% hech qanday xavfsizlik arqonlarsiz va dublyorlarsiz ijro etilar ekan. Vidyut odam tanasi va ruhiyatini mukammal boshqara olish san'atining tirik timsoli deyish mumkin. Vidyut 1980-yil 10-dekabrda Jammu va Kashmirda harbiy oilada tug'ilgan. Uning bolaligi Hindistonning turli hududlarida o'tdi. 3 yoshidan boshlab u Kerala shtatidagi ashramlarda dunyodagi eng qadimiy jang san'ati Kalaripayattu bilan shug'ullana boshladi. Bu jang san'ati uning nafaqat tanasini, balki fikrlashini ham shakllantirdi. Men uchun jang san'ati bu kimnidir urish yoki mag'lub etish emas, bu o'z qo'rquvlaring ustidan g'alaba qozonish va tanangning har bir hujayrasini his qilishdir. Kalaripayattu bu mening nafasim, deydi Vidyut o'z intervyularida. Kinoga kirib kelishidan oldin Vidyut muvaffaqiyatli model sifatida faoliyat yuritgan. Biroq uning maqsadi ekranda jang san'atini namoyish etish edi. 2011-yilda u Force filmida salbiy qahramon rolini ijro etdi. Odatda debyutantlar ijobiy roldan ish boshlashadi, ammo Vidyutning anti-qahramoni shu qadar kuchli va mahoratli ediki, u bosh roldagi Jon Abrahamni ham soyada qoldirib ketdi. Bu roli uchun u Filmfare'ning eng yaxshi debyut mukofotini qo'lga kiritdi. Bu Bollivud tarixida salbiy rol ijro etgan aktyor uchun kamyob hodisa sanaladi. 2013-yilda ekranlarga chiqqan Commando filmi Vidyutni xalqaro miqyosda tanitdi. Bu filmda u Hindiston kinosida ilgari ko'rilmagan tryuklarni, devorlardan yugurib o'tish, mashinalar orasida bir soniya o'tib ketish va qurolsiz jang qilish sahnalarini namoyish etdi. Dunyoning eng mashhur ekshn rejissyorlari uning harakatlarini yuqori baholashdi. Men Commandoda ishlayotganimda rejissyorga aytdim: "Keling, tomoshabinga haqiqiy narsani ko'rsatamiz. Hech qanday montaj va arqonlar kerak emas. Biz tavakkal qildik va bu o'zini oqladi", deydi u mag'rurlanib. 2018-yilda Vidyut Janval dunyodagi ko'rish kerak bo'lgan 6 ta eng kuchli jang ustasi ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi yagona hind aktyori u edi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi mashg'ulotlari, muzli suvda meditatsiya qilishi, barmoqlarida tanasini ushlab turishi va og'ir toshlar bilan mashq qilishi millionlab yoshlarni sog'lom turmush tarziga undadi. Sizning eng katta dushmaningiz bu kechagi o'zingiz. Har kuni o'zingizdan bir qadam oldinga o'tishga harakat qiling. Tana bu ilohiy ibodatxona, uni parvarish qilish kerak, deydi aktyor. Vidyutning eng go'zal ishlaridan biri Jungle filmi bo'ldi. Gollivud rejissyori Chuck Russell tomonidan suratga olingan bu filmda Vidyut fillar bilan tillasha oladigan veterinar rolini o'ynadi. Bu filmda u nafaqat jang san'atini, balki hayvonlarga bo'lgan cheksiz muhabbatini ham ko'rsatdi. Filmdagi fillar bilan jang sahnalari va tabiat qo'ynidagi mashqlar vizual san'at durdonasi sanaladi. Vidyut hayotda ham vegetarian bo'lib, hayvonlar huquqlarini himoya qiladi. Vidyut Janval o'z shaxsiy hayotini sir saqlashni xush ko'radi. U ko'p vaqtini tabiat qo'ynida, tog'larda mashq qilish bilan o'tkazadi. Uning uchun mashhurlik bu shunchaki mas'uliyat. Uning Nandita Mahtani bilan unashtiruvi haqidagi xabarlar tarqalgan bo'lsa-da, Vidyut hamisha o'z ijodi va ichki xotirjamligiga ko'proq e'tibor qaratadi. Uning Goodwill for Good loyihasi kichik tadbirkorlar va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. U Bollivuddagi yulduzlik kasalligidan yiroq inson. Men yulduz emasman, doimiy talabaman. Hayot menga har kuni nimanidir o'rgatadi, deydi u kamtarlik bilan. Vidyut prodyuserlik sohasiga ham qadam qo'ydi va o'z kompaniyasi Action Hero Filmsga asos soldi. Uning so'nggi yillardagi Xuda Hafiz dilogiyasi uning nafaqat jang ustasi, balki dramatik aktyor ekanini ham isbotladi. 2024-yilda ekranlarga chiqqan Crack filmi esa Hindistondagi eng ekstremal sport dramasi bo'lib, Vidyut u yerda inson imkoniyatlari chegarasini yana bir bor kengaytirdi.
Vidyut Janval zamonaviy Bollivudning haqiqiy qahramoni. U bizga shuni o'rgatadiki, kuch faqat mushaklarda emas, balki intizom va irodada hamdir. Uning ijodiy yo'li bu Kalaripayattuning qadimiy ruhini zamonaviy ekranga ko'chira olishdir. Vidyut shunchaki aktyor emas, u tinimsiz mehnat va o'z ustida ishlashning tirik namunasi bo'lib, kelajak avlodlar uchun iroda maktabi bo'lib qolsa ajab emas. Aziz kuzatuvchi, siz Vidyut Janval ishtirokidagi qaysi filmni ko'rgansiz? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring.